Hozir shu ehsonda yurib, bitta narsa esimga tushib ketdi. Eshigimni taqillatib, bir dugonam menga ehson tashlab ketgan. $50 adashmasam. Onam rosa yig'laganlar. Voy Kamoli, senga ehson beradigan bo'lib qoldingmi deb menga. Mashinam bor, uyim bor. Lekin ishim bo'lmagan u paytda, lekin harakat qilardim, harakat qilmasdim emas. O'shanda menga $50 ehson qilib ketganda onam yig'laganlar, xafa bo'lib. Shunaqa darajaga tushib qoldingmi deb. Alhamdulillah hozir hammasi yaxshi. O'zingizlar bilasizlar, ko'rasizlar. Bitta narsani bildim, imkoningiz bo'lsa, oyoq qo'lingiz but bo'lsa, imkoniyatingiz chegaralanmagan bo'lsa, harakatingizni qilishingiz kerak-da. O'sha voqea hozir esimga tushib ketdi. Shu dugonam bilan hozir ham o'rtog'imiz. Endi uni sharoiti yaxshi bo'lgan o'sha paytda. Men endi narsalar yasab yurgan paytim.